O'rtoqlar mana eshikni bu tomonini buzib tashladik mana. Eshik bosh katta qo'yilgan. Buzdik. Nima uchun hozir aytamiz keling. Shu tomonni eshigan. Hoppa. Mana bu tomonni eshigan buzilyapti mana. Eshik bosh katta qo'yilgan, sekin-sekin ehtiyot bo'lamiz. Nima sababdan aytaymi? Endi eshik bu tomonga o'tingda. Eshik buni barg'ish magnetdan uramiz. Bu yoqqa keladi. Banini bu yoqqa qilmoqchi bo'laydi. Bani mana bu katta xona bani bo'lib ketmoqchi edi. Hozir bitta xona yutqizib qo'yamizmi dedikda, mana bu xona hozirgi uylangandan keyin bitta spalni xona bo'ladigan bo'layapti. Mana bu katta mehmonxonasi bo'ladi. Mana hozir kattagina agar mana shunday ursak, buni ham bizga keyin yoqqa ko'chirib ursak, mana bitta katta baniga joy bo'ladi. Bemalol. Ha, nima dedilar? Mana shunaqa davom etyapti mana. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan barchaga katta rahmat deb qolaman. Xudo xohlasa siz bilan birgalikda mana shu joyni ajoyib qilib bitkazib egalariga. Zakonga topshirib rahmat qilgan sizlarga.